Qo'limdagi bitta mana shu SSDni puliga yana $50 qo'shsak, bitta budjetli kompyuter beradi desam ishonasizlarmi? Bugun aynan mana shu Samsung legendarniy hisoblangan 990 Pro SSDsi nima uchun Kingston yoki Lexar kabi SSDdan qimmatligi haqida bugun sizlar bilan batafsil gaplashamiz. Boshlashdan oldin esa sizdan ushbu kanalga obuna bo'lib qo'yish va kommentariyada siz qanaqa SSD ishlatasiz shuni yozib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, Samsung 990 Pro Kingston'da NV3 deb nomlangan SSDsi. Bularning orasidagi farqi yana bitta qo'shimcha alohida 1 tera shunaqangi NVMe2 SSD xarid qilishimiz mumkin. Birinchi galda tezliklarida haqiqatdan ancha-muncha farq bor. Samsungda o'qish tezligi bizda 7490 bo'ladigan bo'lsa, ma'lumot yozish tezligi bunda 6900 megabayt sekund. Megabit emas, megabayt sekund. Ana endi Kingstonda esa bu 6000 megabayt sekund ma'lumot o'qish, 5000 megabayt sekund ma'lumot yozish. Biz birga o'sha Lexar NM790 seriyasida ham hatto 7400 o'qish mumkin. 6400 atrofida ma'lumotlarni yozish mumkin. Ya'ni tezlik jihatdan ham Samsungdan qolib ketishadi. Ikkinchi bularning farqi IOPS deb, ya'ni IOPS texnologiyasi deyiladi, ya'ni Input Output Operation per Second. Ya'ni 1 sekunddagi ma'lumotlarni o'qish va yozish tezligi haqiqatdan juda ham katta. Buni 3Dchilar juda ham yaxshi biladi. 3D soha mutaxassislari yoki telefonlarga turli dasturlar hosil qiluvchi insonlar juda ham kichkina kilobaytli fayllar bilan ishlashadi yoki aynan render paytida ham juda ham ko'plab sahnalarni render qilayotganda yoki juda ham kattaroq bo'lgan o'yinlar o'ynayotgan paytingizda, ya'ni qancha fayl ko'p bo'lsa, aynan xuddi shunaqa paytda Samsung o'zini haqiqiy kuchini ko'rsatadi. Xo'p, Samsungda 1.4 IOPS o'qish bo'ladigan bo'lsa, 1.55 IOPS esa bu yozish texnologiyasi hisoblanadi. Ushbu SSDlarimizda esa unaqangi juda ham kichik fayllar bilan bunaqangi o'qish texnologiyasi yo'q desak bo'ladi. Uchinchi asosiy farqi aynan Samsungda DRAM mavjudligi, ya'ni LPDDR4 cache pamet mavjud, ya'ni cache xotirasi bor. Shu sababli o'qish tezligi, ayniqsa yuklanayotgan katta fayllarda ancha-muncha seziladi. Bularda esa Kingston va Lexar minusi esa o'sha HMB texnologiyasida ishlash, ya'ni bularda DRAM yo'q. Shuni hisobiga ham har doim bir xil stabil tezlikda ishlamasligi mumkin. Samsungda esa ancha-muncha stabillik bor. Ana endi 4-galdagi bularning farqi resurs, ya'ni joni desak bo'ladi. Necha terabaytgacha ma'lumotlarni yozib va o'chirish mumkin. Samsung aynan 4 terabaytli qo'limdagi versiyasida 2400 terabayt ma'lumotlarni yozib o'chirsanglar bo'ladi. Bu degani 4 terabayt hisoblasanglar ham 600 kun har kuni 4 tera narsa yozib o'chirsanglar, sizlarga 600 kun, ya'ni o'rtacha 2 yil xizmat qilishi mumkin. Lekin Samsung bunga o'zi 5 yilga kafolat beradi. Ana endi ushbu qo'limdagi Kingston modelida esa bu 1280 terabaytni tashkil qiladi. Farqini sezyapsizlar. 2400 terabaytga 1280 terabayt, deyarli 2 barobar resursda farq bor. Lexarda ham nisbatan Kingstonga qaraganda ancha ko'proq, lekin kafolati jihatdan Samsung kabi 5 yil emas va ko'pincha holatlarda agar blokdani sal xafaroq bo'ladigan bo'lsa, Lexar kuyib qolish ehtimollari yoki BIOSda ko'rinmay qolish muammolari ancha ko'proq. Shaxsan o'zimda ham bitta shunaqa Lexar SSD kuyib qolish holati bo'lgan. Bu blokdanani yaxshi yomonligiga juda katta e'tibor qaratish kerak. Umuman faqat Lexarda emas, aynan Samsung bo'ladimi, Kingston bo'ladimi, SSD ishlatayotgan paytda Lexarlar aynan shu taraflama juda ham bir sezuvchanroq desak bo'ladi. 5-galdagi farqi esa aynan brend. Samsungni bilishadi, o'zi ham SSDning ba'zi bir qismlarini o'zi ishlab chiqaradi. SSDlarga yana ham yaxshiroq texnologiyalarni qo'llashga harakat qiladi. Kingston o'zi ishlab chiqarmaydi, Lexar ham ular xalqaro ishlab chiqaruvchilar bor. Misol uchun kontrolleri boshqasidan oladi. Samsungda esa birmuncha brend jihatdan ancha-muncha ustunlik bor. Ana endi ko'rdik, voy Samsung yaxshi jihatlari bor ekan, nima u yomon jihati yo'qmi deydigan bo'lsak, birinchi galda albatta Samsung minusi bu uni narxi, eng katta minusi ham shunda. Narxi odatiy ishlatuvchi uchun qimmatligi. Buni asosan o'rta va yuqori premium segmentdagi ishlar uchun ko'proq xarid qilishadi. Bizdagi Kingston Lexarlarning afzalligi albatta uni narxi juda ham qulay va hamyonbop ekanligi. Buni boshqa Xitoydan kirib kelayotgan 2 oy sotilib 3-oy nomi o'zgarib ketadigan brendlarga qaraganda bular ancha-muncha yaxshiroq. Kingston ham, Lexar ham.
Ana endi men buni Samsung bilan solishtirganda sizga farqini aytmoqdaman. Undan keyingi afzalliklari esa Samsungda aynan qaysidir ma'noda yuqori tezlikda ishlashi, DRAM mavjudligi hisobiga ham energiya sarfi o'zi birmuncha ko'proq, shuni hisobiga ham ko'proq qiziydi. Ya'ni buni o'zini olib shundoq ishlatib ketish qiyin. Ya'ni bu degani platani o'zini radiatorli o'zi bu SSD qimmat zborkalarga ishlatilsa, agar mabodo oddiy zborka ishlatmoqchi bo'lsangiz ham alohida o'zi uchun radiator qo'yishinglar kerak. Misol uchun Kingston, Lexarlar radiatorsiz ham ishlashi mumkin, lekin Samsungda juda ham tez qizib ketadi. Bu jihatiga ham e'tibor qaratishinglar kerak. Va ikkalasi orasidagi uchinchi farq, ya'ni Samsung uchinchi minusi desak bo'ladi. Bizda bu yozish, o'qish tezligi to'g'ri 7450 yaxshi ishlash mumkin, lekin yozish tezligi, axborot yozish tezligi aytilgandek 6900 emas, ba'zan 6000, 6400 dagi ham tushib ketish holatlari juda ko'p uchrab turar ekan. Aynan Samsungda bu haqida Redditda turli ma'lumotlar qoldirishgan, ya'ni xuddi yozilgandek Samsung ham aynan yozishda ishlab bermasligi mumkin ekan. Ana endi biz xullas xulosa qiladigan bo'lsak, agar siz juda ham kichik fayllar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, ya'ni siz 3D sahnalar, turli kilobaytli dasturchi bo'lsangiz, ya'ni turli kilobaytlardan tashkil topgan qanaqadir dastur ishlarini amalga oshirsangiz, unda sizga aniq Samsung juda ham yordam beradi, kafolati ham ancha-muncha ko'proq. Ana endi sizga katta fayllar bilan, videolar bilan ishlasangiz yoki o'yinlar o'ynamoqchi bo'lsangiz, undan ham tashqari, misol uchun oddiy kundalik hayotda ishlatish uchun ham qulay variant Kingston yoki Lexar kabi brenddagi SSDlarni xarid qilishinglar mumkin. Albatta, qaysi birini tanlash bu o'zingizga bog'liq. Xoh qimmat bo'lsin, xoh o'rtacha daraja yoki undan ham arzonroq SSDlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Edge Computers do'konlari orqali bemalol istalgan turdagi SSDlarni ham xarid qilishinglar mumkin. Menimcha endi farqini bilib oldinglar deb o'ylaymiz. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni yozish va kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.